Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar hamda mehmonlar. Bugun bizlar sizlarga 3 xonali kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Choy fabrikani joyida qurilyapti. Bog'ishamol City obyektida skvoznoy 3 xonali kvartira. Hozir ko'rib turganingiz bu zal qismi bo'lyapti. Zal bilan kuxnya studiyniy variant bo'lgan. Zamonaviy razdvijnoy, zadvijnoy eshiklari bilan mana bu kuxnya qismlari polностью bытовой texnika qo'yilgan. Yanada ham balkon qismi bor, ko'chaga qaraydigan. Ochiq balkon bu. 120 ga 320 ajoyib balkonimiz. Dvo'xkonturli kotellarimiz ham qo'yilgan. Kvartiramiz chopli pol hamda batareyalar qo'yilgan kvartiralarimizda. Yanada ham hozir men sizlarga sanuzelimizni ko'rsataman. Vanna bilan tualetni. Zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Yanada ham bu xonamizda отдельный prachечный xona bor, hamda kladovka ham qilsa bo'ladi bu xonamizni. Bu spalnya qismi bo'lyapti. Spalnya полностью mebel bilan qo'yilgan. Mebellar qo'yilgan. Manzilimiz Abu Rayhon Beruniy ko'chasida eski choy fabrikani joyida 4-qavatida joylashgan. Hozir men sizlarga детский xonani ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda bolalar xonasi bo'lyapti. Bolalar xonasi ikkita bola uchun joylashgan. Tepay pastda.